Tushing mashinadan. Men ketyapsanmi? Telefoningizni ko'rgani keldim. Tushing, gaplashaylik. A sanmiding o'sha? Ukam chichib qo'ygandim-da, ko'tim bo'qiydi. Ha, telefoningizga gaplashgani keldim. Tushing. Voy, mayli, qo'ymading. Ay. Gapir, ukam. Idealmi? Telefoningiz ko'rsak bo'ladimi? Telefonim idealni-da, lekin ko'p narsani ko'rib o'rganda. Qani ko'rsam bo'ladimi? Bo'ladi. Kodi nechi buni? 69. 70-75 emasmi? Yo'q, men Samsung-ku. Telefoningiz yonmayapti? Zaryadkasi tugab qoldi, ukam. Qanchada olsiz buni? Yaxshi ekan. 2000 ber. 2000. Mendan ko'p pul topyapsiz-ku. 1,5 beraman. Iplagan ishlayapti-da, ukam. Meni ham bilasanmi, qanchalik jag'im og'riydi. 1,5 beraman. 1,5 kam emasmi? Yaxshi, 17 chiqib ketdi. Naqd berasanmi, ukam? Ha, naqd. 17 nech pul bo'lyapti? O'zi 1200, 1300 ga olib kelamiz. 4000 sotyapmiz. 4000? Insofimiz yo'q-ku. Yana jag'im chiqadi-kanda, biling, yaqinda o'zi gemoroyimni davoladim, shu 16 olaman deb. Mayli, mehnatni qilamiz. Ayron hidi kelyaptim, ukam. Mani qo'ltig'im sasivyapti ekan. Mayli, ola qol. Mana korobkani. Mana korobkalar o'zinikimi? Yo'q, qo'shnimning korobkasini olib chiqdim. Конечно, o'zimniki, ukam, xaribmisan? Naqsama berasanmi? Hozir mashinada olib beraman. Ukam, Instagramga qo'yasan videoni? Na. Yaxshi ko'ryaptimi? Na. 17 chiqqanda mehnat qilishim kerak. Pastdan ham bitta olgan, как раз tursiy kiymagandim-da. Rahmat, ukam. Joylab o'rarsan. Bo'ldi, hozir pulingizni beraman.